Diplomi barcha Yevropa davlatlarida tan olingan xalqaro akkreditatsiyaga ega bo'lgan ISFT institutida qabul boshlandi. Keling, ISFT instituti bilan tanishib chiqamiz. ISFT instituti 2021-yildan buyon rasman litsenziya asosida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Institut xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan bo'lib, barcha Yevropa va Osiyo davlatlarida diplom tan olinadi. Bundan tashqari shuni inobatga olish kerakki, ISFT instituti xususiy oliygohlar o'rtasida yagona xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan oliygohdir. Institut xamis tizimi bo'yicha eng ko'p talabalarga ega institutlar orasida yetakchi o'rinda. Davlatimiz e'tirofi o'laroq ISFT instituti yil brendiga sazovor bo'ldi. Institutimizning xalqaro hamkorliklari kundan kunga oshib bormoqda. Jumladan, Angliyaning Warwick, Janubiy Koreyaning Sangwon, Xitoyning SIAS, Turkiyaning Aydin, Qozog'istonning Almaty Management universiteti, Indoneziyaning top universitetlari, Malayziyaning Sabah, Putra, UC universitetlari. Institut doimiy ravishda mahalliy va xalqaro summit va seminarlar o'tkazib kelmoqda. Shulardan sentabr oyida ISFT institutida xalqaro summit bo'lib o'tdi. Unda 30 dan ortiq davlatlar ishtirok etdi. Summitga Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlardan professorlar tashrif buyurishdi. May oyida esa mutaxassislik fanlarini ingliz tilida o'qitishning zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda takomillashtirish mavzusida ilmiy-amaliy seminar bo'lib o'tdi. Seminarda dunyoning top universitetlaridan biri bo'lgan Buyuk Britaniyaning Warwick universiteti professori Komila Tangirova, Oxford universiteti professori Hayot Yakubov, AQShning San Diego universiteti PhD sohibi Muhammadxon Soliyevlar qatnashdi. Bundan tashqari juda ko'plab ilmiy-amaliy anjumanlar bo'lib o'tdi va bularning aynan ISFT instituti bo'lib o'tishi ham muhim ahamiyatga egadir. ISFT institutida talabalarning ijtimoiy hayoti ham juda qizg'in shaklda bo'lib o'tmoqda. Institutda o'qiy boshlashingiz bu katta hayotga qo'ygan ilk qadamingizdir. ISFTda har oyda jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lgan insonlar siz uchun davra suhbatlari o'tkazib berishadi. Oktyabr oyida aktyor, rejissyor Aziz Rametov bilan talabalar o'rtasida davra suhbati bo'lib o'tdi. Noyabr oyida Indoneziyadan tashrif buyurgan mehmonlar oliy ta'limda qanday qilib muvaffaqiyatga erishish haqida o'zlarining oltin maslahatlarini berib o'tishdi. Dekabr oyida Simorx psixologlar forumi talabalarimizga hozirgi shiddatli zamonda o'zlarini tanish uchun master-klasslar o'tib berishdi. Yanvar oyida Samarqand shahrining 20 yildan buyon ta'limda o'z so'zi va o'rniga ega bo'lgan Fast Education o'quv markazi asoschisi Botir Jo'rayev hayot yo'li va muvaffaqiyat sirlari bilan bo'lishdi. Fevral oyida ISFT institutida Janubiy Koreyaning Sangwon universiteti professori Mr. Choi bilan talabalar o'rtasida samimiy suhbat bo'lib o'tdi. Fevral oyida ISFT institutining eng yaqin hamkorlaridan yana biri, innovativ rahbari Muhammadxon Soliyev ingliz tilini o'rganishda o'zining eng ajoyib usullari bilan bo'lishdi. Mart oyi ham ISFT instituti uchun juda qizg'in oylardan biri bo'ldi. 10-mart kuni ilk bora Samarqand viloyat hokim olimpiadasi xususiy oliygohda bo'lib o'tdi va bunga ISFT instituti loyiq ko'rildi. Institutda olgan bilimlaringizni hayotda tatbiq qilish uchun doimo amaliyot bilan yonma-yon yurishingiz kerak. Shu maqsadda Samarqand viloyati soliq qo'mitasi raisi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi va uchrashuvda amaliyotda nimalarga e'tibor berish kerakligi tushuntirildi. 29-mart kuni ISFT institut talabalari va ma'naviyat fidoyisi shoir O'lmas Xolmominov bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Aprel oyi ham ISFT instituti uchun juda muhim oylardan biri bo'ldi. ISFT institutiga dunyoning top 100 taligidan 67-o'rinda turadigan Warwick universiteti bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish uchun Warwick universiteti professori Komila Tangirova institut bilan hamkorliklarni amalga oshirish bilan birgalikda talabalarga xalqaro grantlar haqida va ularni qanday qilib qo'lga kiritish haqida tushuntirishlar olib bordi. ISFT instituti nafaqat bilimga e'tibor beradi, balki sportni ham teng olib borishga harakat qiladi. May oyida ISFT institut futbol jamoasi, 6 ta yirik kompaniya va blogerlar jamoasi o'rtasida institut tomonidan futbol turniri tashkil qilindi. Bundan tashqari dunyoning top universitetlari bilan talaba almashinuv dasturlari amalga oshirib kelinmoqda. Shunday qilib, oz muddat davomida bo'lsa ham sizlar bilan ISFT instituti haqida tanishishga harakat qildik. Agarda siz ham xalqaro miqyosda o'z o'rningizga ega bo'lishni istasangiz, ISFT instituti bu siz uchun eng to'g'ri tanlov.